Şu 2 rekat namoz o'qi. Hada mendan borsam so'raydi. Bolaga aytdingmi, namoz o'qi dedingmi deydi. Sen o'qi, sen. Kim? Sen. Ishlaringga yaxshi foydasi bor, dastgoringga yaxshi foydasi bor, umringga yaxshi foydasi bor. Ana o'rtamga har kun boradi. Kecha meni ko'rishdingmi men bilan? Sen nima ishchimisan sen? Ko'mir tushiryapsanmi? Tosh tashiyapsanmi? Sakar ishim bor. Bir soat, yarim soatga to'xtatsang bo'ladi. Sen ham men kelgandan keyin ketyapsan, to'g'rimi? Ha? 6:30da turib, ko'tingni yuvib, betingni yuvib, namozga borsang, asrlar ham ketsang bo'laveradi. Ishingga. Ha? Aslida kelasa ish ketadigan vaqting bo'ladi. Men kelgandan keyin ketadi. Ishga. Alloh aytgandan keyin namoz nasl qiladi, eshitib ol. Eshitdingmi? Men bu bo'ynimdan xorij qolay. Ha. So'rasa aytganman deb. Aytganman deyman-da. Men aytganman bularga. Men to'g'risi aytganman deb. Mendan so'radi. Men bolaga aytdingmi? Namoz o'qi dedingmi? deydi. Endi Allohdan ham qo'rqinglar. Mana Xudoga shukr, dastkorlarga yaxshi beryapti. Endi mana shunga Allohga shukr keltirib borish kerak, o'qish kerak. O'zing uchun, joning uchun namoz. Men taqillatmaguncha uxlashadi. Ishonavering, men ham. Men ham deysan. Ta qilsa shaytonlab qolaman men. Ashunda 6:30 bo'ladi. Qada 6:30 bo'ladi. Siz bilmayman, 2da o'g'atasizmi, bilmayman. 6:30da. Soatga qarayman, birinchi bo'ldi ekan deb. 6:30da chiqaman men haqqa, eshikka. 6da turib, tarata olaman. Kiyinib, mashina soat qilib qizdirganda 6:30 bo'ladi. 5da ham, 10da ham, 7da o'qilyapti. Hasan? Yate, 4da o'qilyapti-da, 3da o'qilyapti-da deyishmaysan. Senlarni yelkangga shayton minib yelkangga siyib o'tiribdi. O'qima deb. Ajin namozdan turib ketganing shaytonni bitta shag'ini sindirganing. Tarataganing yana bitta shayton shag'ini sindirganing. Shaytonni ham shag'i ko'p ekan.